Mana qarang, tuproqlarimiz shu yer qabristonni o'lik tuprog'iga o'xshaydi. O'lik tuproq bo'lishi tabiiy, chunki 78-79-yildan beri bu tuproq to'g'ridan-to'g'ri quyoshni ko'rmagan. Sababi mana shelik teplitsa, yerni pH 8, suvimizni yesisi 3 bo'layotgandan keyin bunaqa bo'lishi tabiiy. Mana shunaqa darajada ham ana salik sortimiz mana. 23 ta sanadim. Mana bu yoqlarda ham bor ana uchi. Mana 23 ta sanadim. Bu degani 2 kilo. Shu holatda ham. Mana keyingisi 31 ta sanadim. Demak 2,5 kilo bodring bor. Shu holatda ham o'zini zo'r oqlab turibdi. Yaxshi nav ekan, ekishni tavsiya qilaman hammaga.